Qashqadaryo viloyatida jinoyatchilikka qarshi kurashish, aholi xavfsizligini ta'minlash hamda noqonuniy qurol-yaroqlar muomalasining oldini olish maqsadida Dehqonobod tumani Ichki ishlar bo'limi, tezkor qidiruv xizmati hamda jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan navbatdagi tezkor tadbirlar davomida tumanda istiqomat qiluvchi fuqarolar tomonidan o'qotar qurol va o'q-dorilarni noqonuniy saqlash holatlari fosh bo'ldi. Xususan, tumanda istiqomat qiluvchi Dilshod Oromovning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganida, uning uyida 1957-yilda ishlab chiqarilgan bir dona ov miltig'ini hech qanday ruxsatnomasiz saqlab kelayotgani ma'lum bo'ldi. Mazkur qurol tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Shuningdek, Shahrisabz shahrida ham noqonuniy saqlanayotgan ov qurollari aniqlandi. Shahar Ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida esa shu yerlik fuqaro Sharif Sultonovning yashash uyi ko'zdan kechirildi va marhum otasidan qolgan 5 dona 5.6 kalibrli to'z 8, to'z 16 va 17 rusumli o'qotar ov qurollari uchun mo'ljallangan patronlar hamda 2 dona tayyor ov quroli patronlari borligi ma'lum bo'ldi. Fuqaro ushbu o'q-dorilarni o'z ixtiyori bilan Ichki ishlar bo'limi xodimlariga topshirgan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ichki ishlar organlari tomonidan aholi o'rtasida qurol va o'q-dorilarni noqonuniy saqlashning oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash maqsadida bunday profilaktik tadbirlar muntazam ravishda davom ettirilmoqda.